Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Istiqlol telekanalining ashaddiy muxlislari, efirda siz bilgan tushlikda dasturi telekanalimiz dasturlarini jonli efirlarda davom ettiradi va bugun iyul oyining 6-sanasi, haftaning dushanba, boshlangan ish haftasi hammaga fayzli, barakatli bo'lishini tilagan holda yaxshi kayfiyatlar bilan dasturimizga start beramiz. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari Buxoro an'ana qadriyatlarini o'lmas an'ana qadriyatlarini bugungi kunga yetkazib kelayotgan jamoani taklif qilganmiz va men ularni sizlarga tanishtiraman. Demak, Mohi Sitora xalq folklor etnografik jamoasi rahbari Sharif opa Majidova va ularning a'zolari. Assalomu alaykum, avvalambor xush kelibsizlar. Haqiqiy Buxoroning go'zal ayollari va erkaklarga mos bo'lgan milliy liboslar juda ham yarashib turibdi. Bizni studiyamizni yana ham bir fayzga to'ldirdingiz. Sharif opa, avvalambor xush kelibsiz. Marhamat, tomoshabinlar bilan salomlashib olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni shu Istiqlol televideniyasiga taklif qilganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Rahmat. Hammaga uzoq umr, tan sihatli, xotirjamlik tilaymiz. Salomat bo'ling. Mana Buxoro shahar madaniyat bo'limiga qarashli Mohi Sitora folklor jamoasi Bobur madaniyat uyi tomonidan bizlar ana sizlarga xizmat qilishga keldik. Juda ham yaxshi, juda ham chiroyli. Ko'rinishlaringizga gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zim tarixchi bo'lganim uchun ham aynan mana shu milliy qadriyat an'analarga juda ham qiziqaman va bugun mana shu boy tariximiz, an'anamiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimizni bugungacha yetishiga sababchi bo'layotgan insonlarni juda ham yuqori baholayman. Men o'ylaymanki, bizni tomosha qilayotgan va shu millat, shu xalq vakili bo'lgan vatanparvar har bir inson sizlarni juda ham mehnatingizni yuqori baholaydi, qadrlaydi. Endi ansambl nomiga to'xtaladigan bo'lsak, Mohi Sitora. Menimcha buni tojikchadan o'zbekchaga tarjimasi Oy va yulduzlar. Shunaqami? Juda ham bir jarangdor nom. Mana shu ansamblning nomlanishi haqida gaplashsak. Mana 1986-yil Mohi Sitora folklor jamoasi tashkil topilgan. U vaqtlar oblspolkom deyardilar, hozirgi hokimiyat Azimova Muslimxon tomonlaridan va Saudat Yo'ldosh va Tamara Toshbayevalar, O'tkir Dadaquziyevichlar, Dehqonboyevlar, ular ministerlikda ishlar edilar. Shular tomonidan men ham o'sha ishxonada ishlar edim. Mana shu Azimovaga aytdim, shu nanamni qanday qilibdir bir televideniyaga chiqarsa. Bu aytdilarki, Buxoroda juda ham qadimiy kuy va qo'shiqlar ko'p. Albatta. Apato'fa Pinxasovani chaqirdik. To'faxon. To'faxonni. Olaxon Hasanovani nanamni chaqirdik. Ha, shu yerda uzr ochiqlik kirib ketamiz. Demak, hozir buyuk bir san'at vakili haqida gapirdingiz, Oliy opam haqida. Demak, ular sizni volidangiz, onangiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana u kishi tufayli menga meros bo'lib qoldi. Bu Mohi Sitora folklor jamoasi. Mana 13 yosharligimda men u kishi bilan hamkorlikda ishlaganman. Kichkinagina qizcha bo'lgan ekansiz, qarang. Ana nanam juda ham ko'p nima shogirdlari bo'lgan. Albatta. Ana ulardan ana hozirgi tashkil topgan Mohi Sitora folklor jamoasini o'zim tashkil qilib, ana bularga qadimiy urf va odatlarni, hinobandon, salabandon, salomnomalar, beshik to'ylari, ana soch oldi chaqaloqlarni sochini qaychilab nima qilamiz, soch oldi marosimlari va hokazo. Hozir yuqorida shunaqa bir chiroyli an'ana qadriyatlarini, marosimlarini sanab o'tyapsizki, Sharif opa, haqiqatan ham Buxoro boy bir madaniyatga, etnologiyasiga ega bir tarixiy jarayonni bosib o'tgan. Keling, hozir bir mana shunday marosimlarda ko'p kuylanadigan, hammaga tanish bo'lgan qo'shiq yoki laparlardan bittasini eshitaylik jonli ravishda. Keyin suhbatlarimizni yana birgalikda davom ettiramiz. Nima eshitamiz hozir? Endi qadimiy urf va odatlardan qaysi hinobandon aytaylik men. Farqi yo'q. Demak, mana Safiya Po'latova bilan Gulov yangi qo'shiq bizlarga nima qildilar? Bu bir madaniyat nimasi? Uyidagi
direktorlarimiz mana shu kuy va qo'shiqlarni sizlarga taqdim etdi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Qani ketdik, jonli ravishda Mohis Sitora xalq folklor etnografik jamoasi sizlarga go'zal bir qo'shiqni taqdim etadi. Marhamat. Dilbaro shirin labini shahdu shakar dedilar. Dilbaro shirin labini shahdu shakar dedilar. Zulfi holingni ko'rib hamushki anbar dedilar. Zulfi holingni ko'rib hamushki anbar dedilar. Sumbul sirob içinde oladi yuzi ko'rib. Sumbul sirob içinde oladi yuzi ko'rib. Kechani zulmat ichra mehri anbar dedilar. Kechani zulmat ichra mehri anbar dedilar. Bog' ichida dardu g'amgin bo'lmadi shod shod. Bog' ichida dardu g'amgin bo'lmadi shod shod. Tosining sarvi ravoni barcha sarvar dedilar. Tosining sarvi ravoni barcha sarvar dedilar. Dilbaro shirin labini shahdu shakar dedilar. Dilbaro shirin labini shahdu shakar dedilar. Zulfi holingni ko'rib hamushki anbar dedilar. Zulfi holingni ko'rib hamushki anbar dedilar. Yuzingni ko'rib shaydo bo'libman, bastingda yonib gado bo'libman. Yuzingni ko'rib shaydo bo'libman, bastingda yonib gado bo'libman. Ishqingni kuylab nazmda bedor, bulbul xushhol bo'libman. Ishqingni kuylab nazmda bedor, bulbul xushhol bo'libman. Yonishlarimni bilarsan bir kun, holimni so'rab kelarsan bir kun. Yonishlarimni bilarsan bir kun, holimni so'rab kelarsan bir kun. Sen bilan obod bahorim, bahorim bo'lib qolarsan bir kun. Sen bilan obod bahorim, bahorim bo'lib qolarsan bir kun. Bahorim bo'lib qolarsan bir kun. Ey rahmat, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'ng'iroqdek ovozlaringizga ko'z tegmasin. Bu juda ham bir mahorat, professionalizm desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida bir go'zal qo'shiqni eshitdik. Hozir qizlarimizni jarangdor ovozlaridan menimcha tomoshabinlar ham bir yayrashdi. Keling, ular haqida ham ozgina gaplashsak. Ular kim? Tanishtiring, marhamat. Mana Zarnigor Ergasheva 11-yildan beri men bilan hamkorlikda ishlayaptilar. Mening ansamblimning solisti, qo'shiqchisi. Juda ham kuy va qo'shiqlarni, qadimiy urf-odatlarni tez o'zlashtirib oldilar. Ana haligacha qadimiy urf-odatlarni yana shogirdlarga o'rgatyaptilar. Mendan keyin ham onamdan meros bo'lib qoldi bu. Mendan keyin ham bularga meros bo'lib qolib, bulardan keyin yana yoshlarga meros bo'lib qolishini isbot qolaman. Qo'shayeva Sanobarjon bu kishi ham men bilan 11-yildan beri ishlayaptilar. Bir ishxonada hamkorlikda ishlab turibmiz. Mana bu kishi ham o'qituvchi, san'at kollejida dars beradilar. Bilindi, ijrolari chiroyliligidan bilindi. Albatta bir bu uchun ham o'ziga xos bilim bo'lish kerak, tajriba bo'lish kerak. Shunchaki kelib olib sizning jamoangizga qo'shilib, men bitta lapar aytaman deya olmaydi-da odam, to'g'rimi? Akamchi. Akangiz Hamrayev Akobirjon, bu kishi juda ham o'zlari she'r, kuy va qo'shiqlarni o'zlari yozib, o'zlari
targ'ibot etganlar, xalqqa manzur bo'lib kelmoqdalar. Akobir akani albatta ko'pchilik taniydi. Bu jamoada albatta yillar davomida nima deydi, tajriba orttirgan professionallar jamoasi shakllangan va o'zi aslida mana shunaqa chiroyli qo'shiqlar bu ming yillar avvali xalq tomonidan yaratilgan bo'lib, og'izdan og'izga avlodga o'tib kelyapti, to'g'rimi? Buning uchun mana oldlaringizda bir qancha o'sha tarixiy kitoblar turibdi. Mana shu kitoblar orqali ham o'rganiladi, to'g'rimi? Albatta. Meni onam qishloq tomonlarga borib, har bir xonadondan ana shu kuy va qo'shiqlarni terib olib, odamlardan ma'lumotlarni terib olib, kitob shakliga keltirganlar. Orif Atayevich, Xudo rahmat qilsin, ana shu kishini kuy va qo'shiqlar bilan hamkorlikda ishlaganlar, u kishi yoshliklardan shu 16 yoshda edilar. O'zlari zardo'z edilar, hunarband edilar. Lekin o'tirgan joylarga qalandar, kuy va qo'shiqlarni o'zlari o'qib, xalqqa manzur bo'lib kelganlar. U kishining nomlari kelinchak bo'lgan. Davrada. Laqablari kelinchak bo'lgan. Chunki u kishi girdishin ro'mollarni tashlab, qadimiy ko'ylaklarni kiyib, o'zlarini yuzlarini yoshintirib, mana hech kim ko'rmasin deb, yuzlarini yoshintirib, shu laparlarni aytib, kuylab, xalqqa ana hozirgacha ayyon bayon qilib o'tirdi. Juda ham yaxshi. Yana bitta go'zal qo'shiqlardan birini eshitsak, o'sha xalq qo'shiqlaridan. Menimcha bular orasida o'sha nafaqat o'sha xalqning madaniyati, urf-odati aks etgan qo'shiqlar, balki hazilomuz qo'shiqlar ham bo'lsa kerak. Chunki Buxoro deyilganda afandi ko'z oldimizga keladi. Afandi deyilganda beixtiyor har birimizning yuzimizga kulgu ulashiladi. Menimcha bu xalq qo'shiqlarida ham aynan hazilomuz qo'shiqlar ham bor, to'g'rimi? Bor. Bu akamedi nima Ibodov, onam Hasan va Valixon bilan hamkorlikda o'qigan kuy qo'shiqlari juda ham bir qiziqarli bo'lgan. Mana chigazit. Shuma chigazit deganlarda mana mush gazit, mana mor gazit deb shu kuy va qo'shiqlarni aytganlar. Ana shuni hozir Hamrayev bilan Sanobar Qo'shayeva ijro etsalar juda ham yaxshi. Voy, gazet. Bir tushuvchimi? Show me. Hoşuma çigazet, paşa gazetmiyor. Vay baba, hoşuma çigazet, mürçe gazetmiyor. Hoşuma yok, muş gazetmiyor. Hoşuma yok, mor gazetli, mor. Don istem şunu açık edin. Ori gazeteki, ori.
bo'lishi mumkin emas. Ham go'zal ijro, ham kayfiyat ko'tarildi haqiqatan ham. Hajviya bu yerda bor, to'g'rimi? kelib to'xtaldik. Ha, aslida bu uzun asar, to'g'rimi? Biz hozir efirni inobatga olgan holda qisqa variantini taqdim etdingiz. Endi hozir qarab turibman, har biringizni libosingiz o'zgacha bir boshqachada, to'g'rimi? Bu liboslar Buxoroni haqiqiy shohona hayotini aksi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shohona qarang, bir qimmatlilikni aks ettiruvchi chiroyli bir liboslar. Qolaversa o'sha ayollar qo'lidagi bu nima deydi? Zang, mana qayroq toshlar haqida. Bularning o'zini ma'nosi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shular haqida to'xtalsak. Qadim zamonlarda daryolar bo'yida xalq yurgan. Zirkarlay hayot. Bunisi bu ish bilan ovora bo'lib yurgan bir ayoqdan sado chiqadi. Qayroq ayoqlar ostida jaranglab turadi. Tosh. Endi o'sha tosh jaranglab turgan vaqtida bir ko'tarib qayroqni birovga uradi. Undan qandaydir kuy chiqadi. Undan qandaydir kuy chiqsa, birov turib o'ynayapti, birov turib bir so'z aytyapti, muhammas aytyapti, qandaydir bir she'rlar aytyapti, ko'ngil ko'tarilib o'sha davralar qiziq bo'lgan. Qarang. Ana zangni desangizki, bu qadim zamonlardan zanglar zarduzlar tikkandan keyin ularni shu zang chilongar buni taxlaydi. Chilongarlardan borib olib shu buvijonlar o'zlarini qo'llariga, oyoqlariga taqib oyoqlarini urib, kuylarini shunday qilib chalib, undan kuy va qo'shiqlar yaratilgan. Demak, buni ham o'ziga xos musiqa asboblaridan biri deb aytsak bo'ladi bemalol, ha? Bu juda ham qadimiy. Nimadan yasalgan bu zang? Bu ana metaldan yasalgan, metaldan yasalgan. Buni ichida bitta nimalar. Og'ir emasmikan bu? Qo'l ko'tarishga? Yo'q, og'ir emas. Sizga keyin ko'rsatamiz ochib. Og'ir emas. Qarang. Bular zang uchun ham chiroyli qo'shiqlar chiqqan. Zangi, davrat agardan chibaloq qashangi. Bale. Qo'shiqlar. Haqiqatan ham mana shu qayroq toshni hozir qo'lingizga oling. Oddiygina toshdan musiqa yoqimli. Shunchaki, gap bo'lishi mumkin emas. O'z-o'zidan mana boshlanyapti jarayon. Qarang. Gap yo. Har biri bir-biriga hamohang ravishda bir-birini to'ldirib ketyapti. Shunday. Gap bo'lishi mumkin emas. Liboslarni o'zi ham masalan har xil marosimga kelishiga qarab har xil bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta. Har bir xonadonda ko'rcho'plar tarang. Har bir xonadonda bor bu hunarbandlar yurti Buxoro shahri. Shunday. Unga kashta tikiladi, unga sardozlar tikiladi, unga bundaqa paddozlar tikiladi, mashinalarda uriladi. Mana bularda matoga kardondan gullar qirqib, ularni guldo'zi, zamindo'zi, buni ko'rdingiz aka baxshilolar, ana sardozlar, o'zimizning shogirdlar, mana bu kishi ham sardozlar, mana bu qizlarimiz tikuvchi ham, bichuvchilar, hammani xonadonida bu zarlar bor. Qarang, demak, folklor etnografik jamoalari nafaqat bu qo'shiq laparlarni saqlab kelyapti, balki o'sha milliy liboslarni ham, an'analarni ham, yashash tarzi haqidagi ma'lumotlarni olish mumkin-da xalqimizdan, to'g'rimi? Qarangda, men Buxoro yulduzi, hunariy zardo'zi. Bu Ipak yo'llardada Buxoro juda ham katta qadimiy hunarga ega bo'lgan shahar. Albatta. Mohis Stora ansambli jamoasi bugungi studiyamiz mehmoni. Haqiqatan ham har bitta O'zbekistonning hududida o'ziga xos an'analari, qadriyatlari bor, to'g'rimi? Va Buxoroning an'ana qadriyatlari butunlay o'zgacha va hech bir hududda kuzatilmaydigan marosimlarimiz bor, to'g'rimi? Mana shunday marosimlar haqida gaplashsak, faqat Buxoroni o'zida nishonlanadigan marosimlar. Buxoroni o'zida Hinopandon marosimi bor,
qizlar davrasi degan bu davralardan chetga qolib ketdi. Lekin biz shuni targ'ibot etib xalqqa manzur qilib o'rgatib kelyapmiz mana shogirdlarimiz bilan hamkorlikda. Lekin Bu qaysi vaqtda bo'ladi? Hina qo'yilib, bahor vaqtida bo'ladimi endi bu? Haliki u hayitlarda kelin bo'lmay turib qizlar davrasi degan davralar bo'lardi. To'y bo'lmasdan oldin xudo tomonidan lalla keltirib, xinalar keltirib, hino marosimi bo'lgan ekan. Hino marosimi bo'lgan, qizni qo'llariga hinolar qo'yib, chiroyli qilib, sochlarini mayda o'rab, ularga jamalaklar qilib. Aslida xinoni mening bilishimcha inson salomatligiga foydasi ko'p. Mana shunaqa tabiiy foydali narsalar qolib ketib, bugungi kunda kosmetologiya sun'iy narsa egallab qoldi endi ayol qizlarimizni ham. Yana qanday marosimlar? Yana lachakbandon menimcha faqat Buxoroga xos bo'lgan marosim, menimcha. Ya'ni buni ma'nosi nima? Bu onaki farzandga ko'rdi. Birinchi farzandi tug'ilgandan keyin buni faqat qizni ota-onasi tashkil qiladi, bilishimcha. Ana shunda ular beshik ko'tarib keladilar. Keyin uni ham salabandon, ham beshik to'yi deyiladi. Unga beshikni ko'tarib kelgandan keyin ana beshikka ham atalgan qo'shiqlar bor. Silsilayu gavora, gavora ba avora, xola amba avora, silsilayu gavora. Gavora ba teshikash, teshikash ba tubakash, tubakash ba shumakash, shumakash ba do'xtaru pisarash. Onaga deydilarki, endi bu beshikni olib, bir chiroyli qilib alla ayting deydilar. Endi Buxorcha o'zimizni bacha-bacha ana qo'shiqlari bor. Juda ham chiroyli qo'shiqlar ular. Demak, salabandon marosimi bu o'sha qiz bolani ayollik safiga qo'shish jarayoni bo'lgan, bo'lgan. Ana keyin ana buni beshikka belagandan keyin bolani onasini chaqirib sallasini bog'laydilar. Unga oldin lachak bog'laydilar dokadan. Keyin boshqa tilla qosh. Mana shunga alohida to'xtalmoqchi edim. Mana studiyamizda ham alohida bir boshqacha jozibador, bir hashamdor tilla qosh deyiladi-da endi, to'g'rimi? Turibdi. Shu bu nima uchun alohida turibdi bu yerda? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Buni mana shu kelinlarni boshiga salabandonga bog'laydi. O'sha marosimda. O'sha marosimda. Faqat Buxoroda bor bu. Buxoroda bor. Buni lachakini bog'lagandan keyin ana boshini orqasiga yog' bilan surtadilar. Bo'yni ozgina yumshasin. Oilaga, farzandga, ota-onasiga, qaynona qaynotasiga. Keyin buni oldin dokadan salla boylab, keyin uni ustidan kiygizadilar. Bu o'zingiznikimi bu? Bu onamdan qolgan meros. Bu boshqacha qadrlanayotganiga ham hayron qoldim. Bu baribir qayerdandir ustozlardan qolib ketgan, sizlarga yetib kelgan. O'zim tikkanman. Men usta ko'rmagan shogird zardozman o'zim. Zardozlik ham qilasiz. Zardozlik ham qilaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham go'zal. Endi menimcha mo'ljal, muchal marosimi ham Buxoroga xos marosimlardan. Bunaqa marosimlar juda ham ko'p va bularning har biri o'ziga xos ma'no, mazmunga, tarbiyaviy ahamiyatga ega. Chunki mana shu marosimlarda bevosita biz ham o'sha to'y hashamlarda, xalq xizmatlarida xizmat qilganimizda bu bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Juda ham bir qiziqarli haqiqatdan ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan zo'r an'analarimiz bor. Yana bitta go'zal qo'shiq eshitsak endi nima eshitamiz? Mayli, shu zardozlik haqida, shogirdlar, ipak ziravorlar o'tdi Buxoroda. Mana shu zar haqida bir chiroyli qo'shig'imiz bor, shuni xalqqa manzur etamiz. Juda ham yaxshi. Bir o'qisalar hamma mamnun bo'ladi. Men Buxoro yulduzi, hunariman zarduzi. Men Buxoro yulduzi, hunariman zarduzi. Zardo'plar tikarman, men do'xtari hunarman. Zardo'plar tikarman, men do'xtari hunarman. Men do'xtari Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Sidorai Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Men do'xtari Buxoro. Sidorai Buxoro. Men do'xtari Buxoro. Sidorai Buxoro. من دختری بخارا یم بخارا یم بخارا ستاره بخارا
Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Tuprog'i zar Buxoro, zaru zebar Buxoro. Tuprog'i zar Buxoro, zaru zebar Buxoro. Panjangushdan panjuna, yurtimni zarga urar. Panjangushdan panjuna, yurtimni zarga urar. Man duxtari Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Sitorai Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Man duxtari Buxoro. Sitorai Buxoro. Man duxtari Buxoro. Sitorai Buxoro. Man duxtari Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Sitorai Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. İstiqlal bana, nurash baroran charog. İstiqlal bana, nurash baroran charog. Hurlikda dur nashida, jonam babay baxshida. Hurlikda dur nashida, jonam babay baxshida. Man duxtari Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Sitorai Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Man duxtari Buxoro. Sitorai Buxoro. Man duxtari Buxoro. Sitorai Buxoro. Man duxtari Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. Sitorai Buxoroyam, Buxoroyam, Buxoro. La 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 la. La 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 la. Rahmat. Haqiqatan ham keyingi yillarda o'zlikni qayta tiklash, tarixiy jarayonlarni, masalan, maqom festivallarini tashkil etish yoki bo'lmasa o'sha unutilib ketayotgan an'ana qadriyatlarini qayta tiklashga qaratilgan e'tibor davlat siyosati darajasida, to'g'rimi? Buni masalan ko'plab bir mana yuqorida aytdingiz festivallarda misolida ko'rishimiz mumkin. Mana Ipak Ziravorlar, Hunarmandlar festivallari, o'nlab festivallar birgina Buxoroni o'zida, to'g'rimi? Aytmoqchimanki, mana shunaqa tanlovlar yoki festivallarda ishtirok darajangiz qanday? Xalqaro miqyosdagi qanaqadir bir tadbirlarda ham ishtirok etish bormi? Albatta. Bizning mahallalar aro nimalar bo'ladi? Konsert dasturlarimiz, ularni o'tkazamiz. Mana Ipak Ziravorlarga chiqamiz. Ana bayramlarga, an'anaviy xalq sayillarga chiqamiz, sumalaklarga, o'shda nimalarga chiqamiz, ana halimga chiqamiz. Ana ular uchun ham albatta chiroyli kuy va qo'shiqlar bor. Va yana bir narsaga hozir e'tibor qildim, efirimiz boshlanishidan avval attestatsiyada aytgan qo'shig'imizni aytamizmi degan so'zlar bo'ldi. Men hayron qoldim. Demak, sizni ham demak qanaqadir bir har zamonda attestatsiya jarayonlari bo'ladi. Shu haqida ham ozgina gapiring. Nima bu? Bizlar har 3 yilda attestatsiya topshiramiz vazirlikdan mehmonlar kelishadi. Madaniyat vazirligidan, xo'p. Mehmonlar kelishadi. Bizlarni ishlab turgan jarayonlarimizni, nima yangiliklar kirgizganlarimizni, mana qaysi kuy va qo'shiqlarni o'qiyapmiz, qaysi muhammaslarni tayyorlayapmiz, qanday bayramlarga, qanday jarayonlarni olib borayotganlarimizni vazirlik ko'rib, bizlarni tasdiqlab, keyin mana shu jarayonni o'zi ham bir mana shu sohaga qaratilgan e'tibor haqiqatan ham bugun shuncha bitta nuqtada to'xtab qolmasin yoki eskicha bitta repertuar bilan to'xtab qolmasin. Yangi chunki xalqimizni haqiqatan ham yuqorida reklama vaqtida ham mana ustozlar bilan gaplashdikki, katta ustozlarimiz qoldirib ketgan, hatto o'rganilmagan holatdagi asarlar ko'p-da. Bu sizlarni oldingizda mana shu asarlarni qayta izlab topish, o'rganish va xalqqa yetkazishdek bir katta mas'uliyat turibdi, to'g'rimi? Albatta. Bizlar keyin har 3 oyda bizlar choraklik konsert dasturlari, hisobot dasturlari o'tkazamiz. Ana bularda olib borilgan ishlarimizni, jarayonlarni ko'rsatish maqsadida. Boshqarmaga ko'rsatamiz, ana
Dilnozaxonlar keladilar, Ortiqov keladilar, Abrorjon, bizlar u kishiga qarashli madaniyat bo'limi rahbari. Mana u kishi orqali bizlar bu ishlarni sayqallashtirib, olib boramiz. yashartirib, xalqqa yangidan yangicha usullar bilan yetkazish jarayonlari amalga oshiriladi. Nima eshitamiz yana, Xudo xolasa, Sharif opa? Ana bo'lsa, bular ikkovlari Hamrayev bilan Zarnigorjon ana yangi qo'shiq bu yotib qolgan qo'shiq deyiladimi? Buni hozir qaytadan targ'ibot qilib xalqqa manzur etyapmiz. Qani eshitamiz. Muhabbat omadu olam digashu Tarikuy muhabbat jilagashu Tarikuy muhabbat jilagashu Obaudi dariyo diloitan umri son boz muhabbat dilbarakishi nabun barmana sarkun dilbarakishi nabun barmana sarkun ishqa chutam divon shabam kardi vayrona babani kukun dilbari hayrona suktaraki divon babani kukun Shirin suhani mano, dilbari jodi mano, shirin zaman, shirin suhan, dilbaram darbadaram nola kunaman, dilbaram darbadaram nola kunaman, ishqat shari hayron, duktari kimona mamati dilbari hayron, shabam kari hayron, jamani goko, oy, shirin suhani mano, dilbari jodi mano, shirin zaman, shirin suhan, dilbaram, oy, shirin zaman, shirin suhan, dilbaram. Buyurang qo'y. Bale. Qo'lingdagi sozingni qo'y. Menga qilgan nafingni qo'y. Bugun bu yerda basmi Jamshid edi. Navbat Muhammad basmiga. Ana. Savarjon. سفید روی بلند قامت دنجگانی ترد گردم دمن نگاه کن از قطعت گردم نگاه کردم بر رفتار از خوان کردم به گفتارت منم یک عاشق زارت نگاه کن از سرت کردم اسیرت sizga mudom voy qayrilib bir qaramaysiz buncha peshonam yomon yo sizni ko'nglingiz qolibdir yo sizni ko'nglingiz qolibdir yo meni o'zim yomon oraga dushman kiribdir endi ko'rmog'im gumon Bale.
qachon gap bo'lishi mumkin emas. Bu jarayonlarni tomosha qilishni zavqi boshqacha, ayniqsa jonli ravishda rang-barang jarayonlar, juda ham go'zal chiqishlar, ovozlarga gap bo'lishi mumkin emas. Ustozga murojaat qilmoqchi edim. Mana siz ta'lim tarbiya bilan ham shug'ullanasiz. Umuman ta'lim jarayonida dasturda shu narsalar ham bormi? Yoshlarga o'sha xalq qo'shiqlari, folklor jamoalarini tanishtirish darsda bormi? Bor. Shu haqida ham. Avvalambor hammangizni issiqlar bilan charchamagina yuribsizlarmi Buxoro ahliga demoqchi edim. Bor, men Buxoro san'at ixtisoslashgan san'at maktabiga, an'anaviy xonandalik bo'limiga dars beramiz. Qanchadan qancha ustozlar bor. Albatta. Ana Xudo rahmatli Inatovlardan boshlab, qanchani hozirgi ana yoshlar urg'ulari ham bor. Ortiqov Ishbilot domlamiz, To'ymurod domlamiz, ustozimiz. Ana Maqom darg'alari. An'ana hozir maqomdan dars beramiz, lekin siz aytganda folklorshunos deganda bu kishiga mana shu yo'nalish ham bor. Bor, ha. Qodirov To'ymurod domlamiz, ustozimiz ana shu aynan mana shu folklorshunoslikdan dars beradilar. Juda ham yaxshi. Bolalarga, yoshlarga ana shundan kelib dars beradilar. Ana hozirgi nima ulgurmagan desam, agar ulguringlar bizani o'qishimizga 2026-27-o'quv yiliga ulguringlar. Qabul jarayonlari boshlandi. Hamma sohamiz bor. Aktrisa deysizmi, aktyorlik, yana ana rassomchilik deysizmi, fortepiano deysizmi, cholg'u deysizmi, an'anaviy ijro deysizmi, o'zimiz an'anaviy xonanda deysizmi, estrada ham cholg'u yo'nalishi, ham cholg'usi, ham estrada, shu ashulasi, estrada hammasi bizda mavjud. Albatta, Buxoro ixtisoslashtirilgan san'at maktabini bilmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak, chunki bu dargohdan el suygan, xalqqa, yurtga xizmat qiladigan manaman degan san'at ustalari, ustoz san'atkorlar, bugungi kunda ham o'sha yulduz darajasidagi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, xalq artistlari, xalq hofizlari yetishib chiqqan. Albatta, san'at sohasiga qiziqish bo'lgan yigit-qizlar albatta shu dargohga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Dasturimiz yakunlanishiga sanoqli daqiqalar qoldi. Sharif opa, avvalambor bugungi ishtirok uchun jamoangizga katta rahmat. Aslida har biringizni o'zingiz katta bir nima deydi, kitob. Har biringizni faoliyatingiz mana Akobir ustozni ham hozirgina Zilol opam bilan eslab turgandikki, haqiqatan ham biz juda ham kichkina bola edikki, bular yaratgan o'sha qo'shiq juda ham bir taniqli qo'shiq, hali mazza qilib xalq eshitadi. Har biringiz haqingizda alohida bir kitob yozsa bo'ladigan darajada kelgusidagi faoliyatingizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Ko'rsatuvimiz so'ngida esa marhamat, fikrlaringizni eshitamiz. Albatta. Osmon musaffo, yerlar barqaror. Kishda dehqon dasturxonlar to'la bo'lsin. Hammaning xonadonida to'y tomosha bo'lsin. Mohsitara folklor jamoasi kelib xizmat qilsin. Siz ham bizlarni boshimizga sog' salomat bo'ling. Sizga kattadan katta rahmat. Bizlarni bu yerga taklif qilgan qilganingiz uchun kattadan katta rahmat. Sizlarga uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Keling, qisqagina bo'lsa ham bitta ijro bilan yakunlay olamizmi? Bitta qisqa chiroyli ijro bilan, demak, Mohir Sitora odam to'ymaydi-da sizlarning ijrolaringizga. So'nggi ijro va shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Marhamat. Qadrli teletomoshabinlar, siz Istiqlol telekanali orqali har kuni jonli ravishda efirga uzatiladigan tushlikda dasturni tomosha qildingiz. Har doim yaxshi kayfiyat sizlarga hamroh bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana mana shunday jonli efirlarda sizlar bilan ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Salomat bo'ling. Rahmat.